Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'rguvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Xitoyning O'rta Sharq davlatlaridagi Uyg'urlarning pasportini uzartib berishini rad qilishi ularni yangi panohlik yo'llarini izlashga majburlamoqda. Kanada Xitoyga 16 tonna tibbiy mahsulot yordam qildi. Turkiya davlatining tantarbiya sohasida dunyoning eng jazbidor markaziga aylanayotganligini bildirdi. Turkiya va Germaniya soqchilari birlikda harakat olib berib, bir aldamchilar guruhini qo'lga tushirdi. Tövəndəki ixtilaf xəbərlərimizdən təfsili məzmunlarda bo'lsin. Erkin Osiyo radiosi xabarida Xitoyning 2016 va 2017 yillardan boshlab Saudiya Arabiston, Misr, Arab Birlashma Xalifaligi qatorliq O'rta Sharq davlatlaridagi Uyg'urlarga pasport yangilab berishni to'xtatishi bu davlatlardagi Uyg'ur o'quvchi va tijoratchilarni tijorat va o'qishni tashlab yangi bir bexatar panohlik makon izlashga majbur qilgan. Chunki pasport vaqt to'shib ketib uzartilmasligi, yangi tug'ilgan bolalarga pasport ololmaslikdek bu ahvol muhojiratdagi nurg'un Uyg'urlarning davlat tavalliksiz qilishi, aniqsiz kelajakka mahkum bo'lishidek bir xavf ichida qolgan. O'rta Sharqdagi Uyg'urlarning yurtga qaytsa lagerlarga mahkum bo'lishi, qaytmasa pasport masalasiga taqilishidek bu xil aniqsiz kelajagi ularni yangi bir panohlik yo'l izlashga majburlamoqda. Erkin Osiyo radiosining muxbiri shu munosabat bilan panohlik izlab Turkiya, Yevropa qatorliq davlatlarga kelgan ba'zi Uyg'urlarni ziyorat qilgan. Yaqında Germaniya kelib siyosiy panohlik tilgan İftixor Abdurashid ana shu Uyg'ur musofirlarining biri. Kichik vaqtida ota-onasi bilan Misrga chiqib, Azhar universitetida ilm tahsil qilgan İftixor Abdurashid keyingi yillarda yana 2 yil Saudiya Arabistonning Madina shahridagi Islom universitetida o'qigan. U 11 fevral muxbirning ziyoratini qabul qilib, o'zining nima uchun Madina Islom universitetiga o'qishni tashlab ketishga majbur bo'lganligini tushuntirib, Madina universitetidagi Uyg'ur o'quvchilarining ozayib ketishiga 2017 yil 7 oyning boshlarida yuz bergan Misrdagi tutqun qilish harakati, shundaqla Madina Islom universitetining o'z vaqtida chiqargan bir qarorning sabab bo'lganligi. Qarorda o'qishini belgilangan vaqt ichida tugatmagan o'quvchilarning o'z davlatiga qaytarilishi talab qilinganligi. Shu munosabat bilan bir qancha Uyg'ur o'quvchining Xitoyga qaytarilganligi. Ularning ichida Qashqarlik Nurahmat ismli bir o'quvchining borligini bildirgan. İftixor Abdurashidning oilasi Xitoyning siyosati sababli aniqsiz kelajakka duch kelib, yangi panohlik yo'l izlashga majbur bo'lgan O'rta Sharqdagi tipik Uyg'ur oilalarining biridir. Uning dadisi Qarmaydagi Maybuloq jurnalining sobiq mas'ul muharriri Abdurashid Niyaz 2007 yil Misrga berib 5 yildak pasportsiz yashashga majbur bo'lgan Uyg'ur ziyolisi. U 2004 yili Muhammad Qutubning 20 asrdagi Jaholat nomli asarini nashr qildirib tarqatganlik sababli sotlanib 1 yillik kesilgan. Xitoyning O'rta Sharq davlatlaridagi elchixonalari 2017 yildan boshlab Uyg'urlarga pasport yangilab berishni to'xtatgan. Xitoy elchixonalari pasport iltimos qilgan Uyg'urlarga faqat taq yo'lliq oq pasport berib bergan. Kanada hukumati ikkinchi qitim Wuhan virusi yuqumli ofati sababidan Xitoy qapsilib qolgan 188 nafar fuqarosini qaytarib keldi. Kanada Tashqi ishlar ministri Francois Philip Jambagen Xitoyning Xobi o'lkasida yo'tkilishini kutib turgan 130 nafar Kanada fuqarosining 58 nafar oila a'zolari bilan birlikda qaytarib kelinganligini e'lon qildi. Ministr Jambagen 188 kishini olib kelgan aeroplanning Ontario o'lkasiga qarashli Toronto shahridagi harbiy bazada qurilgan karantin rayoniga olib berilganligini ta'kidladi. Xitoydan oxirgi qitim qaytarib kelingan 188 kishilik guruhining oldingi hafta Wuhandan qaytarib kelingan dastlabki 210 kishilik Kanada fuqarolaridan tashkil topgan guruhi bilan birga Toronto harbiy bazasida 2 haftaga karantinda tutilganligini qayd qildi. Bu oraliqda Kanadada Wuhan virusi bilan yuqumlanganlarning soni 7 ga o'rladi. Sahiyya ministrligining sonliq ma'lumotlariga asoslanganda yuqumlanganlardan 4 kishi Ontarioda va 3 kishi British Columbia o'lkasida tutib turilmoqda ekan. Kanada Xalqaro taraqqiyot ishlari ministri Karina Gold Wuhan virus ofatiga qarshi xizmatlarga yordam qilish uchun Dunyo sahiyya tashkilotiga 2 million yevro ion qilganligini e'lon qildi. Kanada yana Xitoyga 16 tonna qo'g'dig'ich tibbiy aslaha, kiyim, yuzga purkaydigan suyuqlik, maska va ko'zoynak qatorliq moddiy buyumlarni yo'llab bergan. Cumhur Reis Recep Tayyip Erdoğan her sahadagi o'xshashlar tantarbiya sohasida Turkiyani dunyoning eng jazbdorlik markaziga aylantirayotganliklarini aytdi. Erdoğan İstanbuldagi Buyurhan Palak atletik yugurish yo'lini ishga kirishtirish marosimida qilgan so'zida Turkiya davlatini her sahadagi o'xshashlar tantarbiya sohasida dunyoning eng jazbdorlik markaziga aylantirayotganligini, olimpik tanharakat musobaqalarida davlatga vakillik qila oladigan talantli tantarbiyachilarga ishonganligini, jumladan bu yilgi olimpik tanharakat musobaqalarida tantarbiyachilardan kutadigan umidning nihoyat zo'r ekanligini, yaqinda eng qobiliyatli basketbolchi Shane Larkin A milliy basketbol komandasini tanlaganligi, basketbol tarbiyasining muhim mayirlaridan biri bo'lgan Shane Larkin buningdan keyin A yulduzi forma kiygan holda musobaqalarga tushadiganligini aytgan.
Türkiye bilan Germaniyani markaz qilgan telefon orqali aldamchilik qilish shaykisi Türkiye va Germaniya soqchilarining birlashma zarb berish harakati natijasida qo'lga tushirildi. Türkiye bilan Germaniyaning moliya ishlari sohasida olib borgan tunji qatimliq zarb berish harakatida bir xalqarалық telefon orqali aldamchilik qilish shaykisi bitchit qilindi. Türkiye ve Germaniyani makan tutgan gumondorlarning Germaniya fuqarolariga yolg'on chaqirg'u markazidan telefon qilib, o'zlarini Germaniya soqchisi deb tanishtirganligi aniqlandi. Shaykaning ziyon yetkazish obyekti qilib tanilgan kishilarni paylab hayotlari va mol-mulklarining xavf ostida ekanligini aytib qo'rqitib, pullarini o'zlari orqali kapolat ostiga elishi lozimligini ta'kidlab oldiganligi dalillandi. Sabah gazetining xabariga qaraganda, gumondorlar kishilarning 3 million yevro pulini aldash usuliga tayinib cho'ntakka kirgizib olgan. İki devlet soqchilarining uchur almashtirish natijasida 40 gumondor Germaniyada, 36 gumondor Turkiyada qo'lga tushirilgan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.